Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz bizni obunachilar va bizni kanalimiz mehmonlari, Yevropa bo'ylab sayohatimizni davom etkazamiz. Bu safargi Yevropani Shvetsariya davlatiga bo'lgan sayohatimizni boshladik. Bismillah deb. Mana bu manzarani qarang. Mashaalloh. Allohning yaratgan yer yuzidagi ne'matlarini qarang. Inson uchun, hammasi inson uchun yaratgan ne'matlarini qarang, go'zalligini. Hattoki mana shu tog'ning ustiga ham mana shu jamoat transportlari qatnaydi ekan. Har bir ostanovkasida ma'lum bir vaqt turar ekan. Tog'ning ustiga ham yo'llar qilingan. Bizdan uzoqlashmang inshaalloh. Hali qiziq joylar oldinda. Qish bo'lishiga qaramasdan mana bunday gullarni ekib, qahvaxonalarni oldilarini bezatishgan. Xuddiki kinolardagidek. Oynalari haqiqiy tabiiy yog'ochlardan yasalgan. Uylar ham ajoyib bir manzara. Assalomu alaykum barchaga. Hamma Shvetsariyaga bahorda, yozda kelsa, biz kuzda kelishga qaror qildik. Kuzda umuman betakror. Qish aralash kuz. Odam ham kam bo'ladi, mazza qilib aylanasizlar. Rahmat. Men shu naroda больше кислорода-da. Sharsharalar vodiysiga keldik. Bu joyda 72 ta sharshara bor ekan bu vodiyda. Yevropadagi eng baland sharsharalar shu yerda ekan. Uzunligi 300 metr. Mana shu qoyada, mana shu tepalikda o'zida 3 ta sharshara bor ekan. Uylarga alohida e'tibor qaratilgan ekan. San'at asari. O'ymakorlik. Shvetsariya hayoti. Noyabr oyi bo'lishiga qaramasdan baribir havo yaxshi. 5-6 gradus plus. Tog'larda qor. Mana shu uyda yashasangiz, balkondan chiqib sharsharani tomosha qilasiz ekanda, ertalabda. Birinchi qiladigan ishingiz. Davom etamiz. Sayr qilib, bundan ham chiroyli joylarni istab topishga harakat qilamiz. Shvetsariyani sigirlari mana. Bo'ynida qo'ng'iroqlari bilan.
Bo'ylari ham baland, zotdor sigirlardan ekan. O'tlab yurishibdi. Noyabr oyi bo'lsa ham yam-yashil dalalar. Shundoqqina qoyani tagida yaylovda o'tlab yurishibdi. Bu manzarada nafaqat hayvonlar, odam ham semiradi havosini tozaligidan. Bu go'zal vodiy Sharsharalar vodiysi deb nomlanadi. Bu vodiyda 72 ta sharshara bor ekan. Shu yerning o'zida 2 ta, 3 ta sharshara ko'rdik. Manzarani qarang, chiroyliligini. Bismillah deb sayohatimizni davom ettiramiz. Kuz fasli ham o'zgacha bir chiroy bag'ishlaydi tabiatga. Noyabr oyi bo'lishiga qaramasdan hamma yo'q yam-yashil. Xosatan mana shu o'tlar. Biz bu joylarni faqat televizorlarda, kinolarda ko'rardik. Allohga oson ekan kelib mana shu joyning o'zini o'zimizni ko'zimiz bilan ko'rishlikni nasib qildi. Alhamdulillah deyishdan boshqa so'zimiz yo'q. Allohga hamd bo'lsin. Mana shunday chiroyli joylarni ko'ryapmiz. Agar Alloh taolo yaratgan yer yuzidagi chiroyli joylar mana shunday bo'lsa, jannatni tasavvurga ham sig'dirib bo'lmaydigan chiroyli bo'lsa kerak deb o'ylayman. Shuning uchun ham jannatga kirish oson bo'lmasa kerak. Uylar hammasi Shvetsariyaning o'zini uslubida qurilgan. Tabiiy yog'ochlardan qurilgan. Biz bilan birga bo'ling, uzoqlashmang. Hali qiziqli va qiziqarli videolar, qiziqarli va chiroyli manzaralar hammasi oldinda. Mana bu manzarani qarang. Qanday bir chiroyli joylar.
Sharsharan tagigacha borsa bo'lar ekan. Biroz yurib chiqdik pastdan. O'sha joydan yurib aylanib chiqdik. Mana bu joyda tunnel bor ekan. Tunnel orqali Sharsharan ichiga emas, tagiga borsa bo'lar ekan. Borib ko'ramiz. Tog'ni o'yib mana shunday piyodalar uchun tunnel qilib Sharsharanni oldigacha borishdi. Imkoniyatini yaratishgan ekan. Bu yerga ertamandan kelish kerak ekan. Odam oz bo'ladi. Soat 10 dan keyin odam juda ko'payib ketgan. Yo'llar tor, tirbandliklar bo'ladi. Agar bu yerga kelmoqchi bo'lsangiz, ertalab soat 10 gacha kelishingni maslahat beramiz. Tunneldan chiqib, mana bunaqa maxsus qilingan plapoyalar bor ekan. Shu yerdan chiqib boriladi. Sayyohlar juda ko'p. Bu yerda yana shaharni tomosha qilishga imkoni bor ekan. Bu yerga Sharsharan tagiga chiqish uchun imkon bo'lsa, mana shunday suv, yomg'ir o'tmaydigan kiyim bilan chiqish kerak, chunki Sharsharanni suv yoyilib odamlarning ustiga sepilib turar ekan. G'orlar, maxsus tunnellar Sharsharan tagiga borishlik uchun. Kiyim olishni unutmang. Yuqoridan ko'rinishi bu. Shu vodiyni. Mana bu yerda Sharsharan tushyapti yuqoridan. Yoshi katta insonlarga tavsiya qilinmaydi bu yerga chiqishlik, chunki sirpanchiq suv zinapoyalarga tushgan hisobiga bu yer juda sirpanchiq. Sharsharan mana shu yerda yonidan ko'rishlik imkoni bor. Hammasi tabiiy. Bunday temir arqonlar bor ekan, shuni ushlab chiqishning imkoni bor. Imkon boricha yosh kattalar chiqmasligini tavsiya qilamiz. Juda xavfli. Yosh bolalar uchun ham bir amallab chiqdik oxiri. Mana o'sha biz ko'rmoqchi bo'lgan Sharsharani tushib kelayotgan joy. Mana shu joy oxiri odamlar turgan joy. Sharsharani pastdan ko'rishning imkoni bor. Mana bunday to'siqlar bor, xavfsizlik uchun. Qanday? Xavfga o'rin yo'q. Mehmonlarning xavfsizligi ta'minlangan bu joyda. Va shaharning yuqoridan tomosha qilishni imkoni bor bu joyda. Juda chiroyli manzara. Bu yerga mashaqqat bilan chiqishlikni oqlaydi bu go'zallik. Bu joyga kelganda albatta bu yerga chiqishlikni tavsiya qilamiz. Juda chiroyli manzaralar. Bu tepalikka chiqish hech qanday haq to'lanmaydi. Tepalikka chiqishlik uchun mutlaqo bepul. Faqat mehnat, mashaqqat
talab qilinadi. Siz qanday fikrdasiz? Arziydimi? Mana shu go'zallikni ko'rishlik uchun shu tepalikka mashaqqat bilan chiqishlik. Izohlarda fikringizni yozib qoldiring. Davom etamiz. Mana shu tuynik orqali yuqoriga chiqib, mana shu joydan sharsharani yuqori tagiga chiqishlik mumkin ekan. Ajoyib bir manzara. Mana shu yo'laklar bilan chiqib borar ekansiz tepaga. Ham jismoniy, ham madaniy hordiq. Kichkina bir vodiycha. Keyin dunyoga teng Alloh bergan ne'matlari bor ekan bu yerda, boyliklari.
Shvetsariyada maksimalni kelgan mehmonlarni hayratda qoldirishligi uchun, keyin yana bu yerni bir umrga eslab qolishligi uchun har xil adrenalin o'yinlar va yana boshqa shunaqa nimalarni desa bo'ladi. Taassurotlarni qoldiradi Shvetsariya. Ularga misol mana bu osmonda uchib yurgan parashyutlar. Parashyutda ucha oladiganlarni yuqoridan sakrab parashyutda sayr qilishning imkoni bor. Mana bu joyda kanatli doroga bor. Shu kanatli daroga bilan mana bu sharsharani ustiga chiqib, undan nari keyin yuqoridan sakrab parashyutda mana shunday osmonda sayr qilib, Shvetsariya osmonini zabt etib, mana yana bittasi agar ko'rinayotgan bo'lsa, parashyutsiz sakradi. Bir umrga o'chmas iz qoldiradi bu Shvetsariya insonlarning qalbida. Boshqa joylarda topilmaydigan o'yinlar, mana shunday ko'ngilochar narsalarni mana shu joyda tashkillashtirilgan va qonuniylashtirilgan. Atayin mana shu Alp tog'laridan sakrab parashyutda yerga tushishadi. Albatta bular avval mashg'ulotlardan o'tadi va ularning ruxsatnomasi bor. Yoki yonlarida instruktorlari yordamlashib birgalikda osmonda parashyutda sayr qilishadi. Juda ajoyib manzara. Parashyutda sayr qiladiganlarni, parashyutda osmondan sakrab parashyutda tushishlikni yoqtiradiganlarni taklif qilib qolamiz Shvetsariyaga. O'zgacha bir atmosfera bu joyda. Bu yerda 4 ta, yuqorida yana 4 tasi yuribdi. Hozirgina mana shu qoyadan sakradi bittasi. Mana shu joyda maxsus tramplini bor ekan, o'sha joydan sakrab yerga qo'ndi. Bu yerda mashg'ulotlarni ham o'tkazishar ekan. Qanday qilib sakrab, parashyutlarni qayta yig'ishdi, hammasini o'rgatar ekan. Maxsus mana shunday joyi bor ekan. Tabiat, tog'lar o'zgacha bir go'zal. Mana shu joy maxsus parashyutda sakrashlik uchun maydon belgilab berilgan ekan. Shu yerga kelib mana qo'nishyapti. Juda ajoyib. O'zgacha bir zavq bersa kerak bu parashyut. Mana bu joyda bittasi yotib olib uchyapti. Yuqoridan yana sakrarmikin kimdir? Ko'ramiz. Navbat bular pastga qo'nishyapti.
kelish kerak. Ko'z bilan ko'rish kerak buni hammasini. Ajoyib bir mahorat kerak bu boshqarishlik uchun ham. Ob-havo ham juda yaxshi bugun. Ochiq havo. Bu yerda ertamanda qiladigan ishingiz sahar chiqib mana shu sharsharani qarab piyola kofe ichib o'tiradigan ekan. Manzarani qarang, mashalloh. Shveysariya aholisi aksar holatlarda, ya'ni ko'pi shu chorvadorlik bilan shug'ullanishar ekan. Menga misol mana har bir xonadonda mana bunday qo'yxonalar, molxonalar bor. Manzara ham o'ziga yarasha bir boshqacha. Mana oddiy Shveysariya xalqi sigirlarni ertamanda haydab boqqani olib chiqib ketyapti. Guten Morgen. Mana Shveysariyaning sigirlari, buzoqlari bo'ynilariga qo'ng'irog'ini ilib yaylovga olib chiqib qo'yib yuborishar ekan. Toza havo. Mana odobni qarang, tozalikni saqlashlik maqsadida orqasida mana bolasi kurak bilan sigirlarni axlatini tozalab ketyapti. Chunki bu yerda butun dunyodan turistlar keladi. Shularga noqulaylik yaratmaslik uchun shu mollarning orqasidan axlatlarini tozalab kurakda ketyapti. O'rnida tozalab ketyapti, hech qanday ko'ngilni qiladigan narsani o'zi yo'q. Bo'larkan orqasidan darrov tozalab qo'ysa. Mana bu joyda qo'ylar qo'zilabdi, mana qo'zilari ham bor. Havosi toza. Qo'ylari ham ajoyib bir boshqacha bir parodi ekan. Dumi bor qo'ylardan ekan. Bunaqa toza havoda, bunaqa mazali joylarda, bunaqa tabiat qo'ynida nafaqat jonivorlar, balki inson ham semirib ketadi. Bugun yakshanba kun. Turistlar ham ertamanda qoyalarga chiqib, parashyutlarda sakrab, vertolyotlarda sayr qilishyapti. Hamma shart-sharoit qilingan turistlar yetarlicha o'zlariga zavq olishligi uchun hamma qulayliklar qilingan. Jamoat transportlari, tramvaylari, poyezdlari, funikulyar, hamma kanatli darogalari hammasi ishlab turibdi. Qishga o'tinlarni ham g'amlab qo'yishibdi mana bu joyda.
Mana bu joyda pilorama bor ekan. Shvetsariyada kutib olamiz, kelinglar. Mana shunday chiroyli joylarda hordiq chiqarish hammaga ham nasib qilsin. Bismillah deb donushtani qilib endi yana safarga otlandik. Sayrimizni davom etkazamiz. Mana bu narsa e'tiborni tortdi. Tabiiy dekoratsiya. Hech qanday oshiqcha pul sarflamasdan qovoqlardan qo'yib mehmonxonani, restoranni oldini mana shunday tabiiy narsalar bilan dekoratsiya qilib bezatgan. Oddiy va chiroyli, sodda dekoratsiyalar. Tog'da o'sgan gullar. Shvetsariya. Ko'p narsalarda o'rgatadi ekan bu joyda bizga. Alohida baho berib o'ting. Kommentariyada izohlarda yozing. Tabiiy va qo'lda bor narsa bilan dekoratsiya qilib bezatishiga necha baho berib o'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Shvetsariya. Go'zal bir vodiylar ekan bu yerlar. Tog'da havosi baribir boshqachada, mashalloh. Manzarani qarang, go'zalligini. Grindelwaldga ketyapmiz hozir bolalar bilan. To'pqa chiqamiz. Qorga yaqinlashyapmiz borgan sari. Havoni harorati ham biroz pastlab boryapti. Archazorlar boshlandi. Mana shu tog'ning ustiga inshaalloh chiqamiz. Kanatli darogalarga chiqib turib. Mana shu tog'ning uchiga, tepasiga qoyani eng yuqori qismiga olib chiqadi kanatli daroga. Hatto tog'ning cho'qqisi bulutlarning orasida ko'rinmay turibdi. Bulutlar qoplab olgan. Shu yerlarga kelib yashagan bo'larmidingiz? Izohlarda fikringizni yozib qoldiring. Like bosishni unutmang. Hali chiroyli joylar, qiziqarli videolar hammasi oldinda. Assalomu alaykum ammaga. Ularga kelishni tavsiya qilaman, omad zo'r ekan. Shvetsariya. Вообще zo'r. Grindelwald. Вообще zo'r, udar joylar. Kelinglar, xarajimlar. Jazom chiqarsangizlar, stoyt. Plani arzidan yerlar. Ko'rish kerak, armon bo'lib qolmasa yetishimga. Shu kanatli darogasidan chiqish kerak aka. Zo'r joylar mana. Suvlar. Даже buni ichsa ham bo'ladi. İçip görsating, Komiljon. Zo'r mana tog'lar, Alloh taolaning yaratgan mo'jizasi. Nima deymiz? Tan bermasdan iloji yo'q. Bulutlarga qarang. Zo'r. Mana hamma joy mehmonxona. Dunyoning eng boyvachcha odamlari yig'ilgan joylar mana shu. Shular qatori, baxtli insonlardan men ham kelish nasib qildi.
Allohga shukr, oldinlar orzu bo'lardi bu yerlarga kelish. Bu yoqni manzarasiga qarasangchi. Вообще. Udar. Mana Grindelwaldga keldik. Markazida aylanib yuribmiz. Bu yerda har xil do'konlar, suvenirlar, mehmonxonalar hamma yo'q bor. Eng asosiysi atmosfera va bomba. Tog'ni qarang, mashalloh, ulkanligini. Bu joylarga kelishlik o'zi bir baxt ekan. Alloh taoloning qudratini, ulug'ligini bu dunyoda shu darajada chiroyli qilib yaratganligini o'zi ko'rib, ko'zlar quvonadi. Hammasi insoniyat uchun. Bu yerga kelishlikni hammaga tavsiya qilamiz va duo qilib so'rab qolamiz. Juda chiroyli joylar ekan. Chang'i uchadiganlarni yuqoriga kanatning daro'g'lar olib chiqar ekan. Hamma shart-sharoit bor. Bugun yakshanba bo'lganligi uchun ko'p do'konlar yopiq ekan. Velosipedlarda ham sayr qilib yurishibdi. Akkumulyatorlik, gibrid velosipedlar. Mana bunday ichimlik suvlarini ham chiqarib qo'yishgan ekan. Sayohatimizni davom etkazamiz. Ko'ramiz, yana oldinda bizni qanday chiroyli joylar kutyapti. Bizni kuzatishda davom eting. Hali hammasi oldinda. Shvetsariyaga kelmoqchi bo'lgan yaqinlaringizga bu videoni jo'natib qo'yasiz va like tugmasini bosishni unutmang. Bizni kanaldan uzoqlashmanglar. Oddiy mahallalar mana. Shvetsariya hayoti. Shvetsariyani yana dunyoga mashhur qilgan narsalardan biri bu shvetsarskiy nosh deymizmi? Ya'ni Shvetsariya mana bunday mnogofunksionalli pichoqlari. Narxlari 35 frank, 19 frank, 59 frank. Ya'ni Shvetsariyani puliga mana bunisi esa 99 frank. Shvetsariyani pichoqlari. Sovg'a uchun ayni muddao 43 frank, 17 frank, 14 frank. Bu yerda nafaqat pichoq naborlari, balki har xil bu yerda arra bilan pichoq qaychilari bor ekan misol. Bular misol uchun ayollarga bo'lsa sovg'a, mana bulari erkaklar uchun maxsus sovg'alar. Shvetsariyani dunyoga mashhur bo'lgan mana shu nabor pichoqlari. Ajoyib bir Alloh taoloning yaratgan yerini go'zal go'shalarida joylashgan joylar ekan bu yerlar. Shvetsariyada kutib qolamiz. Mana bu joyda yana bir qiziq narsa, kiyimlar va undan tashqari buzoq va sigirlar, qo'ylar uchun mana bunday qo'ng'iroqchalar bo'yniga ilib qo'yiladi. Bu albatta suvenir, ya'ni sovg'a sifatida chiroyli qilib bezatib qo'yilgan. Mana bu joyda tillarang qo'ng'iroqchalar. Sovg'a uchun bu albatta. Buni oddiy aholi buzoqlarni bo'yniga ilib yaylovga qo'yishib orar ekan. Nima uchun buzoq sigirlarni bo'yniga bu qo'ng'iroqchalar ilinadi?
izohlarda yozib qoldiring. Kimda qanaqangi ma'lumotlar bor. Tog' sharoitida mana bunday tom orqalardan unumli foydalanishar ekan bular. Mana bu joyga sholg'om ekibdi. Nariroqqa chesnok, sarimsoq piyoz, oddiy piyozlarni, gullarni ekkan. Tog' sharoitida bo'lishligiga qaramasdan tomorqalardan unumli foydalanibdi. Atirgullar, gullarni ekib juda go'zal bir manzara. Bu go'zallikni sizlar bilan ulashmaslikni ilojisi yo'q. Allohning yeridagi yaratgan mo'jizalari shunchalik chiroyli bo'lsa, jannatda bizni nimalar kutyapti? Jannat naqadar go'zal. Shunga loyiq bo'lishligimiz kerak. Bozorchalarni ham aylanib bir sayr qilib, narxlarni bir ko'ramiz. Bu yerda qishki kiyimlar va Shvetsariyani sigirlari, bo'ynida qo'ng'iroqlari bilan gullar taqib bezatishib qo'ygan. Snakeboard uchadiganlar uchun ekan. Kaskalar. Narxi 179 funt. Kepkalarning narxi 29 funt. Qishki oyoq kiyimlar. Narxini yozmabdi. Mana bunisining narxi bor ekan. 149 frank. Bunaqa hassalar toqqa chiqishlik uchun. Ularning narxi yozilmabdi. Bu yer suvenir sovg'a salomlar magazini ekan. Bu yerda kepkalar 29 funt ekan. Frank. Ko'ramiz bu yerda. Bu yerga kelganlar albatta sovg'a salomlarni olib o'zini yaqinlariga hadya qilishlik uchun albatta keladi. Dam olish kunlari ham ishlaydi ekan bu sovg'a salom do'konlari, suvenir do'konlari. Mana qishki poyabzallarning narxi 159 frank. Charmdan ishlangan. Toqqa chiqishlik uchun. Ayni muddao. Sorry. Yes. Can you add fish? Yeah, sure. That's probably 90. Shvetsariyani bayrog'i tushirilgan finjonlar, krujkalar. Shvetsariyani dunyoga mashhur pichoqlari, mana bunga naborlari. Bu yerda narxi 37 frank. Har xil funksiyalik pichoqlar bor ekan. Hallo. Futbolkalari, kepkalar, xullas hammasi mana shu Shvetsariya hayotiga kerak bo'ladigan kiyim-kechaklar va yana o'sha qo'ng'iroqlar. Mashhur qo'ng'iroqlar. Haqiqatda ovozlari haqiqiyga o'xshab jaranglab chiqargan ovozlari bilan.
Kiyimlari tabiiy teridan tikilganlar. Bu yerda lijalar, snekeboard va mana shunday sport anjomlari sotilar ekan. Bundan tashqari shu yerda qayta ta'mirlab servisi ham bor ekan. Qishki paypoqlar. Xullas, qishga tayyorgarlik qilmasdan kelganlarni shu yerda kiyintirib yuborsa bo'lar ekan hammasini. Mini golfga qiziqqanlar bormi? Golf o'ynaydiganlar. Bo'lib ham u golf maydoni mana bunday tog' yonbag'irlarida bo'lsa nima deysiz? Yerdagi go'zallikni qarang. Shundoqqina tog'ning yonbag'irlarida mini golf polyalari bor ekan. Kirib golf o'ynashlikda imkoni bor ekan. Ijaraga olasiz. Toza havo, atrof manzarani qarang, chiroyliligini. Mana shu joyda kichkina budkachaning ichida golfni ijaraga olasiz. Golf koptoklarini, tayoqlarini olib kirib mana shu joyda golf o'ynaysiz. Mini golf polya. Shveysariyada. Gredenwald vodiysida. Shveysariyadagi yana bir qiziq holatlar. Mana buni qarang. Yer osti avtomobil turargohi. Mana bu mashinani qarang, turgan joyini. Kim qanday fikrda bu avtomobil qanday bu joyga chiqib qolgan? Mana bu joydan pastdan balandligi 2 metrdan baland. Yerlardan unumli foydalanishlikda yana bir misoli. Bu tashqaridagi parkovka. Bu yerga mana shu ya'ni yuqoridan kirilar ekan. Yuqoridan kirib pastga parkovka qiladi. Narigi tarafdan uylarning ichi bilan kelib turib, yerda osti bilan shuni tashqariga chiqib parkovka qilgan. Shveysariya hayoti. Bu yerda aksari mana bu kottejlarning hammasi mehmonxona. Bu yerga turistlar, mehmonlar ko'p kelganligi uchun, mehmonlar uchun, turistlar uchun sharoit qilingan ekan. Shaharda aylanib yuribmiz. Yana o'sha vodiyning markazida mehmonxona, restoran, kichkina do'konlari bor ekan. Bu yerda o'sha tabiiylik va o'sha Shveysariyaga o'zini atmosferasiga, muhitiga moslab dizayn yaratishgan. Hattoki restoranlarning mana bunday o'rindiqlarida ham tabiiy junlardan mana shunday nakidkalar to'shalgan. Issiq bo'lishligi uchun.
Bu yerda ayollar kiyimi. Mana bunday sumkalari. Juda ajoyib chiroyli joylar ekan. Arziydi. Bu yerga kelishlikka arziydi. Afsuslanmaysiz bu joylarga kelishga. Shveysariya ham Yevropaning Schengen zonasiga kirganligi uchun bu yerlarga kelishlikda Yevropani o'zini vizasi, sayohat vizasi bilan ham kirib, bu yerlarda sayr qilib aylanishlikka imkon yaratadi. Bu yer apteka ekan, medikamentlar sotiladigan joy. Mana bu joyda borsukmi, yumron qaziqmi? Kim biladi? Izohda yozib qoldiring, bu nima? Qanday hayvon? Aptekalarda dekoratsiya qilib qo'ygan ekan. Bu yerda yana o'sha qishki kiyimlar. Qorda changga uchishlik uchun maxsus snekbordlar. Bu yerda ko'zoynaklar sotilar ekan. Ko'ramiz. Mana bu ko'zoynak 275 frank. 298 frank. Arzon emas ekan. Mana bu Tom Ford deb yozibdi. Bu ko'zoynak 430 frank. 500 dollar degan. Binokullar. Suvenirlar yasashar ekan mana bu joyda ham. Uncha yaxshi ko'rinmayapti. Suratlarini mana shunday shisha idishlarning ichiga tushirib berishar ekan. 3D formatda. Shunchaki bu yerni sayr qilib yurib ham dam olasiz. Uylar, mehmonxonalar hammasi shu Shveysariya o'zini uslubiga moslab qurilgan. Hamma binolarni balkoni bor. Tabiiy yog'ochlardan qurilgan hammasi. Butun dunyodan insonlar kelib bu yerda sayr qilib yuribdi. Mana bu joyda zargarlik do'koni ekan. Har xil buyumlar sotilar ekan. Har bir faslni o'ziga yarasha bir ya'ni ko'rinishi bo'lgandek, qishda ham, yozda ham bu yerda o'ziga xos bir go'zallikka ega ekan Shveysariya. Qishda kelasizmi, yozdami, baribir o'ziga yarasha nimasi bor ekan bu yerni. O'ziga tortadigan go'zalligi, o'zgacha bir ko'rinishi. Qishda ham bu yerga kelsangiz hech qanday afsuslanmaysiz. Sababi qishda ham chiroyli tog'lar, yashil zonalar doim havo harorati past bo'lishiga qaramasdan havo namlik bo'lganligi uchun yam-yashil dalalari. Mana bu joyda o'sha Shveysariyaning o'zini ishlab chiqarilgan narsalari, ko'zoynaklari, soatlari. Shveysariyada ishlab chiqarilgan degan nom bilan mana Shveysariya soatlari. Mana bu soatning narxi
159 frank. Soatga qiziqadigan insonlar uchun maxsus video. Mana bu klassik soatlari 350 frank. Juda chiroyli ekan soatlar. Bu yerda Shvetsariyaning o'zini yana pichoqlari. Shvetsariyada yasalgan. Shvetsariyaning ryukzaklari. Soat do'koni ekan bu joy. Xilma-xil soatlar bor ekan bu joyda. Sportivniy, klassika hammasidan bor. Yosh bolalar uchun ham 40-65 frank, 80 frank. Mana bunisi boshqacha ekan. 70 frank. Mana bular ham chiroyli soatlar ekan. 140 frank. But here you see, it's not like the Tissot, it's more plain. 299 frank. 189 frank. 150 frank. Bu yana vitrinani bezak vazifasida bajarishlik uchun, ya'ni bezashlik uchun mana bunday eski buyumlarni dekoratsiya qilib qo'ygan ekan. Avvalgi o'sha kiyimlar, buyumlar, poyafzallar hattoki maxsus qorga moslashgan. Mana bunisi 790 frank. Certina soatlari 925 frank. Here, cover, they are together with Swiss military. Certina. Just, you see, they also have done inside special. And this one was on sale. Mana bu soati yoqdi menga. The same like this. 1295 frank ekan bu. Mana shunisi 1295 frank. That's also nice, the one inside with the... Bu yerdagi ayollar qo'l soatlari 1150 frank. Mana bunisi esa 2695 frank. Xullas, istalgan tanlovdagi soatlar bor ekan. Oshxona buyumlari ham, pichoqlar ham bor ekan bu yerda. Power aka opalarimizga jo'natib qo'yasizlar pichoqlar mana. Oshxona pichoqlari 79 frank. Mana bunisi 139 frank ekan. Istalgan turdagi nimalari bor ekan bu yerda pichoqlar ham. Mana shunday. Sizga qaysi soat yoqdi? Izohda o'z fikringizni yozib qoldiring. Bu biz uchun qiziq albatta. Yanada qiziqroq videolarni olishda davom etamiz. Mana bu joyda politsiya mahkamasi bor ekan.
Shveysariya nafaqat o'zini tog'lari bilan, o'zini tabiati bilan insonlarni o'ziga jalb qiladi. Mana bunday hattoki o'zini tarixiy, ya'ni texnikalari bilan, tarixi bilan ham insonlarni o'ziga jalb qilib qiziqtiradi. Avvalgi toqqa chiqishlikda yordamchi kanatni, ya'ni nimalari, arqonlari mana bunday bo'lgan ekan ko'rinishda. 1986-yillari, ya'ni ushlab chiqishlik uchun toqqa shunday arqonlar bo'lgan ekan. Villa changisi ham bo'lgan ekan mana bunday. Oddiy yog'ochdan yasalgan. Juda aql bilan yasalgan bir texnika ekan. Xuddi velosiped, faqat changi. Ruli bor. Egari bor. Muzey desa ham bo'lar ekan bu joyni. Bu yerda mana shunday avvalgi lijalar, ya'ni oyoq kiyim va qorda yurishlik uchun lijasi. Mana yerda maketi bor ekan uylarini. Va avvalgi kanatni darogalar, ya'ni arqon yo'l deymizmi, nima deymiz? O'shani eski ko'rinishlari bor ekan bu joyda. Juda sokinlik. Avtomobillar ham ohista harakatlanadi bu yerda. Yo'l qoidalariga amal qilib, bu yerda piyoda yurgan sayyohlarga xalal bermasligi uchun asta-sekin yurishar ekan. Juda ko'p joylarda ichimlik suvlarini chiqarib qo'ygan ekan. Jamoat joylari. Mana suv. Tabiiy daraxtlarni o'rtasini o'yib, mana shunday qilib ham dekoratsiya, ham o'zgacha bir chiroy. Bu go'zalliklarni ko'rib ko'zlar quvonadi. Hamma sharoiti bor sayyohlar uchun. Nafaqat sayyohlar, balki o'zini aholisiga ham yetarlicha e'tibor qaratishgan. Shart-sharoitlarni qilib, o'sha tog'ning tepasida chorva bilan shug'ullanadigan har bir xonadon uchun asfaltlar qilingan. Asfaltlar yotqizilgan. Hamma sharoitini qilib bergan. Manzara juda chiroyli. Ta'rifga so'z ojiz. Suvlardan ichib ko'ramiz. Bismillah. Muzdek. Mazasiga gap bo'lishi mumkin emas. Tog' suvlari. Shundoqqina qorlar erib sharshara bo'lib oqib tushyapti. Tog'da suv baribir boshqacha bir mazzalik. Bismillah. Alhamdulillah. Mazza joylari. Shveysariya Yevropaning markazida joylashgan. Uni atrofida Germaniya, Fransiya, Italiya, Avstriya va Liechtenstein davlatlari bor. Bu Shveysariyaning madaniyati va til jihatidan boy bo'lishligiga sabab bo'lgan. Mamlakatning 70% hududi tog'lar bilan o'ralgan.
Alp va Yura tog'lari bilan mashhur. Shvetsariyaning poytaxti Bern. Moliya markazi esa Syurix shahri. San'at va farmatsevtika bo'yicha Bazel shahri dunyoga mashhur. Shvetsariyaning iqtisodiyoti jahondagi eng barqaror va kuchli birliklardan biri. Banklar, moliya tizimlari maksimal maxfiy va ishonchli ishonchliligi bilan dunyoda nom qozongan. Soat, ya'ni qo'l soat sanoatida esa Rolex, Omega, Tissot shunaqangi yirik kompaniyalar qo'l soatlarini ishlab chiqaradi. Mamlakatning asosiy daromadi katta qismi sayyohlardan kelgan tushumdan iborat. Shuning uchun sayyohlarga juda katta e'tibor qaratilgan va ularni komforti uchun, qulayliklari uchun alohida e'tibor qaratilgan. Germaniyani, ya'ni Shvetsariyaning asosiy rasmiy tillari 4 ta. 63% nemis tilida gapirishadi. 23% esa fransuz tilida gapirishadi. 8% italyan tilida. 1% Retorom deb nomlangan shunday bir tilda muloqot qilishadi. Shvetsariya haqida mana shunday qiziqarli xabarlar. Milliy taomlari bularda o'sha eritilgan sir bilan kartoshka va dunyoga mashhur shokoladlari. Shvetsariyaning asosiy qadriyatlari va shiori vaqtga rioya qilish, ya'ni o'z vaqtida yetib kelish, poyezdlar bo'lsin, jamoat transportlari bo'lsin va yana boshqa ish yuzasidan uchrashuvlar bo'lsin, vaqtga juda qattiq rioya qiladi. Ikkinchisi tozalik. Tozalikka juda qattiq e'tibor qiladi va kelgan sayyohlardan, mehmonlardan ham shuni talab qiladi. Tozalikka rioya qilishlikni, tozalikni saqlashni va bir-biriga bo'lgan hurmat. Bir-biriga bo'lgan hurmat. Mana shunday davlatlardan biri. Havosi juda toza. Shvetsariya yana 1815-yildan beri harbiy neytral davlat hisoblanib kelinadi. Bu Shvetsariya davlati hech qanday urushga qatnashmaydi. Va jahondagi eng xavfsiz davlat deb ro'yxatga kirgizilgan. Aylanasiga hamma tarafi tog', shuning uchun bo'lsa ham kerak hech qanday bu yerda urush olib borishlik, ya'ni rezultatsiz hech qanday bir effekt bermasa kerak. Tog'lar oshib bu yerlarga kelib jang qilishlikni qiyinligi uchun bo'lsa ham kerak. Bu yerda 1815-yildan beri hech qanday jangda qatnashmak eng xavfsiz davlat deb hisoblanadi.
Mana bu go'zallikni qarang. Suvda tiniqligini. Yozda kelib cho'miladigan joy ekan. Juda katta ko'l ekan. Ko'lning narigi qirg'og'ida tog'ning yon bag'irlarida vodiylar, uylar bor ekan. Asablar dam oladigan, madaniy hordiq chiqaradigan joy ekan bu yerda. Bu yerda shu yerning xalqi baliq tutgani ham kelishar ekan bu yerga. Baliq ovlasa bo'lar ekan. Ishdan keyin chiqib baliq ovlab o'tiradigan joy ekan. Hozir Brens ko'liga keldik. Bu ko'l Shveysariyaning eng sof va musaffo ko'llaridan biri. Bu Berin kantonida Interlaken shahrining yaqinida joylashgan ko'l bu. Bu ko'lni suvi shu darajada tiniqki, hattoki 10 metrgacha suv ostini ko'rishlik mumkin tashqarida, qirg'oqda turib. Suvning rangi yasmin, ko'k moviy, go'yoki osmon yerga tushgandek, shu darajada tiniq moviy rang. Turistlar bu yerga qayiqda ham suzib sayr qilishlik uchun ham kelishadi. Atrofida tog'lar. Bu yerda shu aholilar ham yashaydi. O'zining uylari, mehmonxonalar bor. Mana shunday joylarda yashagan bo'larmidingiz? Shundoq hovliga chiqsangiz, past tarafda ko'l,
yuqorida tog'lar. Shvetsariyaga kelganingizda albatta bu joyga kelishligingizni tavsiya qilamiz. Juda go'zal manzara. Sokin, suvlari tiniq. Madaniy hordiq chiqarishligi uchun ayni muddao. Qiziqqanlar bo'lsa, izohlarda manzilini qoldiramiz, lokatsiyasini. Germaniyaga kelganingizda kelib, bu yerlarni ko'rib, dam olib, sayr qilib ketishligingiz imkoni bor. Shu narsani harakatini qilamiz. Kimgadir qiziq bo'lsa, kommentariyada yozsa, biz albatta bu joyni lokatsiyasini jo'natib beramiz. Kuz fasli ham o'ziga yarasha bir boshqacha bir tusga kirgan. Ba'zi bir daraxtlar qizarib barglarini to'kyapti, ba'zi birlari sariq. Bu yerda esa dalalar yam-yashil. Shvetsariyaning bir qishloqlaridan biri bu ham. Shvetsariyani to'lig'icha aylanib chiqishlik uchun bir hafta kamlik qilar ekan bu joyda. Uzoqroq 10 kunga kelish kerak ekan. Domna kolyosani olib, kampinglar bo'ladi-ku, uylar aravachada. Shunaqani olib, oila bilan kelib sayr qiladigan joylar ekan. Juda chiroyli joylar. Shvetsariyaga borishni xohlaganlar uchun jo'natib qo'yasiz bu videoni. Bu yerda olma daraxtlari ham bor ekan. Demak, bu yerda olmalar o'sadi. Ob-havo sharoiti yaxshi bu yerda. Qishga o'tinlarni g'amlashibdi, mana yorib, quritib, tayyorlab qo'yishibdi. O'rmonlar, daraxtzorlar ko'pligi uchun uylarni deyarli 99%ni taxtadan qurishgan bular. 1%ga shu betonni g'ish ishlatsa kerak. Bunaqangi osmono'par bino emas, bir qavat yoki 2 qavat mansardli uylar qurishgan bular ham. O'tin serob ekan bu yerda. Shvetsariyaning deyarli 100% o'sha aholilar yashaydigan joylarga 100% elektr energiya, toza suv hammasi yetib kelgan, olib kelishgan. Mana qayiqlarda sayr qilib yuribdi sayyohlar. Mana shu joyda qayiqqa minishlik vokzali bor, ya'ni bekati. Shu yerda sayyohlar biletni olib, shu ko'lni sayr qilishlik uchun kutib turadi. Qayiq belgilangan vaqtda kelib, bu yerdagi sayyohlarni o'ziga mindirib, ko'lni sayr qildirib keladi. Hamma joyda Shvetsariyaning bayrog'i, hatto kemalarda ham, uylarda, oshxonalarda hamma joyga o'zlarining bayroqlarini ilishgan ekan. Suvni tiniqligini qarang. Maxsus mana bunday temir yo'l moslamalar qilingan ekan. Qayiqlarni qirg'oqqa chiqarishlik uchun mana shunday temir relsli yo'llar qilingan ekan. Suvga tushirishlik uchun. Juda ham tiniq suvlar. Quyoshning nuri tushgan sari suv tovlanyapti. Mana shu ko'lni sayr qildirar ekan yarim soat shu kemada. Kemada sayr qilishlik narxi 19 frank. Ko'ramiz qayerlarga olib boradi bizni.
Bilet narxi 19 frank. Sayr qilishni boshladik. Qayiq yo'lga chiqdi. Mashalloh. Suvni rangini qarang. Juda ham chiroyli. Allohning bandalariga yaratgan, qilib bergan sharoiti, ne'matlarini ko'rib ko'z quvonadi. Yerdagi Allohning yaratgan mo'jizalari shu darajada chiroyli bo'lib turib, jannatni tasavvur qilishlik, jannatlarda qanday chiroyli joylar borligini tasavvurimizga ham sig'masa kerak. Yarim soat sayr qildirar ekan. Kemasi juda ohista harakatlanar ekan. Hech qanday chayqalish yoki to'lqinlanish sezmaysiz. Bu yerda bunday stullar bor ekan. Mana shunday sayrga chiqdik. Alhamdulillah, shukrlarga, shu yerlarga yetkazganiga Allohga behisob hamd sanolar bo'lsin. Hammaga tilab qolamiz shunaqa joylarga kelib, madaniy hordiq chiqarib, sayr qilib ketishinglarni. Juda chiroyli manzaralar. Like bosishni unutmang. Alloh qodir qilganicha videolarni olib boramiz. Kemani ichida qanday qulayliklar bor, buni ham bir ko'rib chiqamiz. Tashqarida aylanasida shu koridorda yurib, tashqaridan ham sayr qilsa bo'lar ekan. Ichkarisida qahvaxonalari bor. Bu yerda qahvaxona, kemani ichida qahva buyurtma qilib, shu yerda o'tirib ichkaridan issiqqina joyda qahva buyurtma qilib ko'lni sayr qilishning imkoni ham bor ekan. Garderoblari bor, kiyimlar, kurtkalarni yechib qo'ygan. Mana bunday keng bo'sh joylari ham bor. Mana bu nogiron aravachalarda harakatlanadiganlar uchun maxsus keng bo'sh joylar ham bor. Kichkinagina o'zini yana mana bunday savdo rastasi ham bor ekan. Suratlar sotilar ekan. Suvenir sovg'alar. Hamma shart-sharoiti bor.
Pastda jamoat joylari ham bor. Pastda jamoat joyi bor ekan. Tepada birinchi klassi bor ekan, kirib ko'ramiz. Wi-Fi'lar bor ekan tepada. Garderob, qahvaxona, bufet va o'tiradigan joylar. Ikkinchi qavat ham qahvaxona ekan. Mana hozir tashqariga chiqib ko'ramiz. Kemaning ikkinchi qavati. Yuqoridan shahar chiroyli ko'rinar ekan. Arziydi. Puliga arziydigan joylar ekan. Asablar anchagina suvdek sokin bo'lib qolar ekan bu yerda. Kemaning ikki qavati bor ekan, ikki qavatdan iborat ekan kema. Aylanasiga mana bunday o'tiradigan skameykalar qilib qo'yishgan ekan. 可以跟他说的，他听到人家说一个有发一个比较小哦，英文很好。 Maşallah. Go'zallikni qarang, chiroyliligini. Kim bilan, qaysi yaqiningiz bilan bu yerga kelishlikni xohlagan bo'lardingiz? Izohlarda fikringizni yozib qoldiring. Shvetsariyada kutib qolamiz sizlarni ham. Qish bo'lishiga qaramasdan juda chiroyli bu joylar. Yozda yanada ham chiroyli bo'lib ketsa kerak bu joylar. Yam-yashil. Haqiqiy sayohatga arziydigan joylar ekan bu joylar. Brens ko'li Shvetsariyaning eng sof va musaffo ko'llaridan biri. Interlaken shahrining yaqinida joylashgan bu ko'l. Ko'lning oxiriga kelib, mana hozir kemamiz qayrilyapti, ortga burilyapti. Bu ko'lning suvi shunchalik tiniqki, hattoki 10 metr chuqurlikdagi toshlarni ham ko'rsa bo'ladi. Suvning rangi yasmin. Ko'k moviy, go'yoki osmon o'zini yerga tushgandek his qilasiz bu yerda. Tog'lar yanada boshqacha bir musaffolikni, chiroyini bag'ishlaydi bu ko'lga. Bu yerga turistlar ham kelib, shu qayiqda sayohat qilib ketishlikni xush ko'rishadi. Atrofida tog'lar. Foto va video olishlik uchun juda zo'r joy bu joy. Ko'l mana shu joydan ikkinchi katta ko'lga ulanar ekan, lekin qayiq shu joydan qaytib burilib ortga qaytar ekan. Mana shu vodiylarni
o'rtasida jamlangan shu katta ko'lni yarim soat davomida bosib o'tib aylantirar ekan sayyohlarni. Kelinglar, birgalikda sayr qilamiz Shvetsariyani. Hali qiziqlari videoda oldinda bizdan uzoqlashmang. Shvetsariyani yaxshi ko'radigan insoningizga jo'natib qo'ying bu videoni. Ulashib boshqalarga ham like bosishni unutmang. Shvetsariya o'zini sirlari bilan, tabiiy sutlari bilan mashhur dunyoga. Ko'ramiz. Mana bunday bir fermaga keldik. Bu fermada sut sog'ish jarayoni. Hozir mana bu yerda shvetsarskiy sigirlar sut uchun boqiladi bular. Hozir bularni sog'yapti. Sut uchun boqiladigan sigirlar. Sharoitlari zo'r qilingan. Shu yerda sutlarini sog'ib, mana bunday apparatlarda, sut sog'ish apparatlarida bu yerga tushib, bu yerdan filtrlanib, keyin mana bunday katta yo'mqis idishlarga to'ldirilar ekan. Sigirlarini qaranglar, mashalloh. Juda ham ajoyib boqilgan, sut uchun boqiladigan parodadagi sigirlar. Oldiga hashak berib sog'ilyapti bular hozir. Bu tarafi sog'ishga tayyorgarlik qilyapti, ya'ni tayyorlangan. Bu tarafi sog'ilyapti. Bu tarafda sigirlarni sog'yapti. Mana shunday sharoitda boqiladi Shvetsariyada sigirlar sut uchun. Shu yerda sog'ib apparat sog'yapti. Bu yerga tushyapti sog'ilgan sutlar, filtrlanib, keyin bu idishga to'ldirilyapti. Mana bu joyda esa mana shu firmaning o'zini mahsulotlari, go'sht mahsulotlari, hattoki asal, sirlari sotilar ekan. Shirinliklar va yana boshqa narsalar. Shvetsariya hayoti mana shunday. Siz qanday fikrdasiz bu holatdan? Izohlarda fikringizni yozib qoldiring. Bizda ham mana shunday paroda sigirlarni olib borib, boqib, ko'paytirib bizda ham boqsa bo'ladimi yoki hojiboy aytmoqchi, qorong'uxonaga olib kirib sigirlarni o'ltirib qo'yamizmi? Shvetsariyada yana bir hodisani guvohi bo'ldim. Bu yerda insoniyatga, o'zini xalqiga qilib bergan sharoiti, hurmati, qadrini, balandligini ko'rib odam havas qiladi bu yerlarda yashashni. Bu yerda nafaqat odamni qadri, hattoki hayvonlarni ham juda qadrlashar ekan. Bunga misol mana bu eshaklar. Eshaklarni ham qadri baland ekan bu yerda. Alohida, ya'ni eshak turgani xonalar, yaylovlar, eshaklarni ham qadri baland ekan Shvetsariyada.